Assalomu alaykum barchaga. Bugun 2026-yil 22-mart Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani Cho'lqora mahallasi Geologlar ko'chasi yangi sotib olgan osmos filtrimizni o'rnatdik. Hozir ishlayapti. Hozir vodoprovoddan kelayotgan filtrlanmagan suvni olib o'lchab beramiz. O'lchaganimizda demak 785 ko'rsatyapti filtrlanmagan suv. Endi filtrlangan suvni o'lchab ko'ramiz. Demak 12 ko'rsatyapti. Kumush tarafi juda ham toza suv. Endi sariq tarafini o'lchab ko'ramiz. Suv oldik. 0,2 ko'rsatyapti. Endi boshqa apparat bilan tekshirib ko'ramiz. Suvni qizdirib, mana bu filtrlanmagan suv. Mana bu filtrlangan sariq tomoni. Yoqishimiz bilan darrov filtrlanmagan tomoni rangi o'zgarib, qaynay boshlayapti, bug'am chiqyapti. O'zi boryapti. Apparatni o'zgartiraman joyini. Mana suv ham yashil qorayib boryapti. Mana suv filtrlangan suv holat o'zgargan, bo'q chiqib ketyapti. Juda ham qizib ketdi. Bu tomon esa yaqdek turibdi. Hozir bu tomonni qo'yib tashlayman. Endi kumush rang tomondagi suvni olib, bitta filtrlangan suvni tekshirib ko'ramiz. Ikkala tomon ham rangi holat o'zgarib o'tgani yo'q. Rangi o'zgaryapti, novot rang kiryapti, demak, o'sha minerali qizigan holatda. Lekin yaqdek ikkalasi ham. Mana suvni. Demak, bu novot rangga kirdi, yaqdek. Bemalol qo'l tiqib ko'rsa bo'ladi. Novot rang. Suvni holat. E'tiboringiz uchun rahmat.